Assalomu alaykum do'stlar, yana bir bor. Hozir mana bu tarafda ikkala tarafida ham bormi hozir? Yo'q, bir tarafida. Bir tarafida ari bor. O'sha naqa to'sig'i sinib qopti. Eski uya bo'ladi bu. Hozir narigi uyaga ko'chiramiz buni. Ertalab yuvib tayyor qilib qo'yganmiz. Top-toza. Tortib qo'yayım. Hoppa. Bo'ldimi? Bilamizmi? Mana mashta uyi. Qaysi biriga olamiz? Belgisiga olaveramiz. Birosigami? Olib qo'yaman-da. Bo'ldi, mana. Top-toza stobi olsa bo'ladi. Kuz yemasin, bugun havolarimiz juda ham zo'r. Kecharasi yomg'ir yog'di. Buni guldachiga qo'yib. Birisi direkt ko'rib qo'yamizmi hozir? Kecha yuradi-yu. Hammasi urib borman. Chaftimi? Eshitdim men. Banyal shifo. Qani bismillahirrohmanirrohim. Qani birinchi ramkamiz ketdi. Bismillahirrohmanirrohim. Bu uyga qaytib kirib olmasa yo olib tashlaymizmi uyasini hopsi? Yo'q, tashlaymiz. Bunisi ham ketdi mana. Shuni obedda qilib to'g'ri qilyapmizmi uni? Balki ertalab qilish kerakdir. Hozir hamma ari ish paytida-da hozir. O'sha joyga qo'yamizmi? O'rniga qo'yinglar. 3-ramka ham ketdi. Nechta ramka hammasi bo'lib hozir? Hozir 5 ta ramkada ekan. Beshta ramka. To'rtinchi ham ketdi. Ular qilamiz. Aniq olib tashlab turib qo'yamiz. Пятый пошло. Dağılasa keyingi yil arilarda 30ga chiqarish niyat. Bular bo'sh ramka ekan-a bular. Buni ham qo'yib qo'yamiz-da. Hozir buni keladigan arilar qarang, o'zi bezovta bo'ldi-da ona. Hozir mana shu uyga kiraman demaydim hozir. Yashigimiz qaytida mashdan sinib qolganda, o'rta sinib qolgan ekan. Shuni hisobiga almashtiryapmiz. Bilganlar kommentariyga yozib ketasizlar, to'g'ri ish qilyapmizmi yo'qmi? Ana lekin uchib kelgan arilar yurib kirib olyapti. Bilmadim endi, tavakkal. Balki kesqo'ni qilish kerakdir-a, ya balki mana shu ishni. Ha, arlaki bo'lgandan keyin. Tusharini olamiz. Qaysi tarafdan chiqadi? Bu tarafdan chiqar ekan-a? Bu yashikni olamiz, issiqroq joyga qo'yib qo'yamiz, to'g'ri? Uchib yana joyiga kirib olaveradi. Nima deysiz?
Boshda o'tirasan, mazish. Qayerdan? Boshda shunday o'tiramiz. Mana mana qo'yib oldik buni. Mana. Shuna sразу arilar kelib chiqishni boshlab yubordi. Hozir moslashib oladi bir. Mana bu uyani isroziga qo'ydik, чтобы uchib chiqib hozir narigi uyaga kiradigan umiddaman. Bo'ldi. Yetadi. Chiqib ketadi o'zi. To'zib ketdi lekin. Misol yo'lda ham shunaqayu ozgina to'xtab qolmasa sразу mashinalar probka bo'ladi. Xuddi o'shanday hozir ish vaqtini где-то 5 minutdan emas, 3 minutga to'xtatib qo'ydik. Shuncha arilar ko'payib ketdi mana. Kirishni boshladingmi? Bu tarafga Havolar moshni bo'lyapti. Moshni, toshni bo'lyapti havolar. Xohlasa ko'z tiymasin, bu yil ob-havo juda zo'r keldi. Yomg'ir juda ko'p yog'yapti. Qalay bo'ldi ona? Ana endi Yo'ldan? Yerdagilar chiqib ketdimi уже? Ramkani olib qo'yaverish kerak-a? Yo, naringga sig'madimi hozir? Sig'madi-da, boshqaga qo'yib qo'yamiz. Bitta ramkalar, eski ramkalar chiqdi. Buni tashlab yuboramiz endi. Hali o'tgan safargi videolarda ko'pchilik aytdi. Ramkalar naqadar qorayib ketgan. Bular tashlab yuborib, simlari ham zanglab ketibdi. Yangi ramka qilamiz. Чтобы ko'p ramkalarimiz qorayib ketgan. Sekin-sekin almashtirib olamiz. Boshxon. Qalaysan? Boshxon, yotibsanmi, sig'masmi? Ovqat yeb oldi hozir, bu ham maza qilib yotibdi hozir. Qushlar asabiga tegyapti. Kelib cho'qib ketyapti. Chiq qilib. Nima qilyapsizlar buni? Mana shu yamizni onasi topolmabdi. O'tgan safar qaraganda uchirma bo'lib uchib chiqib ketganmi, hozir yana bir ko'rib ko'ramiz. Balki qaytib kelgandir. Mana shu uyaga 3 marta ona almashtirdik. Qandaydir qabul qilmayapti mana shu uya. Mana shu safar ham uchib chiqib ketganmi? Yo'q, onasi topolmayapti. Arilar juda sekin. Juda sekin arilar. Narigi uyalar bunaqangi emas. Ha, pashi ishlamaydiganga o'xshayapti-da, qaranglar. Onani qabul qilmayapti ham, onaga nima qo'ymaydi ham. Bilganlar ozgina maslahat beringlar, nima qilsa bo'ladi mana shuni. Mana уже birinchi ramkani tekshirdik, onasi yo'q. Shu garni o'ldirib yuboring. Turish aytib beryapti-da, bularda bor-ku, ona yo'qligi. Yuvosh bo'lib qolganmi? Juda yuvosh. Yuvosh bo'lgandan keyin Lekin bo'lish kerak. bu ovqatmi, asalmi mana shular? Asalmi? Asal. Yaltiratib tashlagan, yaltiratib. Asalga ishlov. Hozir kameraga ko'rinmayapti unchalik. Mana shu nima? Ona uy emasmi? Onaga uya quryapti. Boshlabdim. Mana tepada ham bor ekan, ha? Tepada ham ikkita. Ko'ryapsizlar? O'rtasida o'tirib. Ko'p ekan.
Ota-ona bor. Yo'q, bunday. Yo'q. Ona Arlar juda siyraklashib qopti. Tashda ikkita ramkangizda bor xolos ana. Uchib chiqib ketganlar. Kuchli qo'yganmiz. Ovqatlari bor. qoni mana bu. Ramkasini qo'yib qo'yamizmi? Yo'q. Uyi keldi. Bo'ldi, boshqasi yo'q. Ikkita sho'rasi. Shu aytganimdek yo'q onasi. Hech kun bo'ldi? Bir 10 kuncha bo'lib qoldi, yo 1 hafta bo'ldi qo'yganlaringga. 1 haftadan ko'p bo'ldi. Ko'p bo'ldimi? 15 kun bo'ldi. Birinchi qo'yganimiz uni Bir videolarda ko'rib qoldim. Arlarni yoniga suv quyib qo'yar ekan. Biz ham shunaqa qilib qo'ydik. Suv to'ldirib qo'yaman ertalab. Kerak bo'lsa so'radi. Ona mana shu lentasini ham qo'yish keragi yo'q deyapti-da, havo issiq deyapti hozir. Mayli? Bunga qo'yaveraymi keyin? sig'mayapti. Bu uzun ekan. Yoshligimiz kichikroq ekanda. Bunga qo'yib qo'yaveraymi? Mana. Mana rang ko'rpachalar tikib qo'yganman. Tamam. U sразу urgandi. Unda ariq qolmadi qilsa. Qani, hozir narigi uyasini ko'rib qo'yamiz. Chiqib ketdimikan ariq? Ha, chiqib ketdi o'zi. Chiqib ketdi. Chiqib ketadi hozir ikkitasi. Qanday yorilib ketdi-da? Tashda shunaqangi gaplar. Bittadan like bosib qo'yasizlar.